Assalomu alaykum. Agar kim biladigan bo'lsa, Toshkent shahrida Toshkent shahar planetariysi bor. Bu planetariy koinot haqida tasavvur hosil qilishga yordam beradi. Yulduzlarning joylashuvi haqida, shu bilan birga O'zbekistonda Markaziy Osiyodan chiqqan mutafakkir olimlarni koinotga oid bo'lgan ilmiy izlanishlardan kelib chiqib maketlar qilingan. Ayniqsa bolalar ko'p bu yerga borishadi. Shu kosmos haqida, koinot haqida to'liq tasavvur hosil qilishga juda katta yordam beradi. Mana shu planetariyning hududi demak 1 gektarga yaqin, 300 ga yaqin manzarali daraxtlari bor. Mana shu daraxtlar bundan bir necha yil oldin qurib ketish xavfi bo'lgan edi. Sug'orilmasdan o'sha vaqt menga ham chiqishdi. Biz harakat qilib ko'p joylarga chiqqanmiz va sug'orish tizimi yo'lga qo'yilib, bu daraxtlar saqlab qolingan. Bilasizmi nima? Afsus, bugun shu darajaga keldikki, mana shu planetariydan ham ayrilish arafasida turibmiz ekan. Sababi planetariy boshqa tashkilotga berib yuborilgan. Toshkent Invest degan kompaniyaga berib yuborilibdi. Endi hozir noma'lum uni planetariyning taqdiri. Shunaqa jamoatchilik, odamlar tashrif buyuradigan, bolalar boradigan shunaqa juda ham bir yaxshi joy edi. Yashil hududdan iborat joy edi. Endi bu joy ham katta ehtimol bilan qanaqadir biznes markazlar yoki ko'p qavatli uylar quriladigan yoki bo'lmasam yana qanaqadir biznes maqsadlarida ishlatiladigan joyga aylanish ehtimoli katta, juda ham katta. Va xafa qiladigani ham shundaki, oxirgi yillarda aholiga qulaylik yaratish, yashillik qilish degan bir niqob bilan aynan yashil hududlar, aholi borib yurgan hududlar xususiy qo'llarga berib yuborilyapti. O'zi bitta shu qo'pol aytganda shu qolgan edi o'zi. Shu ko'z tikmagan. Endi uni ham agar boshqa maqsadda berib olib, u ham endi shunaqa qurilish maydoniga aylantirib yuborilsa bilmadim. O'zbekistonliklar qanaqa bir yashil hududni saqlab qoladi yoki qanaqa yana bir tarixiy bolalar borish mumkin bo'lgan obyektlar qoladi, noma'lum. Shuning uchun men xafa bo'lsam ham buni aytmoqchiman. Agar jamoatchilik o'zi e'tibor qaratib shu masalada munosabat qilmasa, shunaqa bolalar planetariysi bo'lgan Toshkent shahar planetariysi arzon bo'lganligi nuqtai nazaridan va ko'p yillik tarixga ega bo'lgan nuqtai nazaridan bu joy ham xullas qo'ldan ketishi mumkin. Shuning uchun men bu masalada qolganlarning ham munosabat qilishini xohlayman va Toshkent shahar hokimligi, Vazirlar Mahkamasi, boshqa mas'ul idoralar, Madaniyat vazirligidan planetariyni o'z holicha hozirgidek saqlab qolishga harakat qilishlarini so'ragan bo'lardim. Agar biznes uchun, qurilish uchun joy kerak bo'ladigan bo'lsa, boshqa joy tanlash kerak. Hech bo'lmasa mana shu joyda tinch qo'yaylik. Kelajakka qolsin nimadir. Hamma joy dom, hamma joy biznes sentr bo'lavermaydi. Qayerdadir qolish kerak va hududida juda katta yashillik bor u yerda. Daraxtlar bor. Biz bu daraxtni qancha qiyinchilik bilan, qo'pol aytganda janjal to'polon bilan bundan bir necha yil oldin saqlab qo'ygan edik. Hech bo'lmasa shuni tabiatni, u yerdagi shunchalik mehnatni inobatga olish kerak. Va bolalar tashrif buyuradigan shunaqa arzon, juda ham bir chiroyli shunaqa maskan. Hech bo'lmasa shuni tinch qo'yaylik. Qolganlar ham befarq bo'lmanglar, iltimos. Albatta buni bir o'rganinglar, qaranglar qanaqa joydan ayrilishi mumkin poytaxtliklar va o'zbekistonliklar.